Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Ijaraga nijolo qidirayotgan mijozlarimiz uchun tayyor 2 xonali podofis variantimizda chiqyapti. 2 xona 3 xona qilingan, birinchi etajda joylashgan. Hamma mebel texnikalari bilan topshirilyapti. Yunusobod 13-kvartalda joylashgan 2 xona, birinchi etaj, 4 etajli dom. Orientirimiz esa Grand Hall to'yxonasi. Parkovkaga joylarimiz bor, bemalol ikkita mashina qo'ysanglar bo'ladi. O'zini podval bor, endi podvalni faqatgina alohida topshirilgan. Ichkarini tomosha qilamiz. Hop, kirishimizdan bu xolasizlar resepsiyon qilib qo'ysanglar bo'ladi. Remontlarimizda Yevro remont, bir emas, ikkitalab konditsionerimiz bor. Mehki mebellarimiz qo'yilgan, pismini stollarimiz bor. Bu yerda esa mana shkaflarimiz bor, tayyor. Bu podesratdan kirilishimiz, bu yerda esa sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimiz sanmishonni. Remontlarimiz juda ham yaxshi. Hamma mebel texnikalarimiz tayyor. Hech narsa olib kelib o'tirmaysizlar. Ofisning stollarimiz ham tayyor turibdi. Faqatgina shu kompyuter printerlarimiz ketadi. O'zining mini kuxnachasi ham bor. Mikrovalnovka, xolodilniklarimiz, hamma narsalarimiz tayyor turibdi. Bu yerda esa yana bitta xonamiz. Bu xonamizda ham yaxki mebellarimiz qo'yilgan, televizorlarimiz bor. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini egalari $550 deb aytishyapti. Agar ofisimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Osonliklar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.